Батыр бичикте арғымақаттардың Алы батыр қожоңи алтай қалы кейдези Екі қылды топшуры мерек бестен ойносын Үскі сул батыры маңда пұштап ол барзын Алтайдың içinde қырғыраған қайғырым Алы батыр бибирин айды берден қайғырым Ойно, ойно тошурым ойғыр қалыптың назым Жырға топшурым жаш жүректер қайылзын Жайлы барзын қайғырым Жандар берген тудені жамандап біз айтпайлы Алсан асты көгілі жүрші қайды түрені Қайғучынды сөйледі пайғалайды биелі Талас daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidin emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saklikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi aziz ko'rmanlar. Talas Story namini tarqatishning 13-yilini xush kelibsizlar. Bugun bizning bir aziz mehmonimiz, ya'ni Nijat Turg'unning jiddiy chiqqanligi uchun bizning naq maydon tarqatishimizga kelamay qatnashamay qoldi. Undan sir YouTube kanalimizda naq maydon tarqatishimizda texnik masala ko'rganlikdan naq maydonni YouTube'da tarqatamay qoldik. Bizning naq maydon tarqatishimizning bu soni oxirlashgandan keyin YouTube kanalı qo'yamiz, shu chog'da YouTube'dan ko'rsanlar bo'ldi. Unda bo'lsa bu qitimliq naq maydon tarqatishimizning asosiy tema bo'lsa yangi dunyo tayyorligi.
Bu qatımlıq aziz mehmonum bolsa Dilyar Musabay. Dilyar Musabay ekranımıza hoş geldiniz. Bunda olsa biz temaga kirib ketaylik. Hammamiz bilgandek bu qatımlıq Amerika sayılımında Trump tutub chiqdi. Yana takrorlasak yana shu. Trump necha vaqtdan beri oldin qatımlıq o'zining sayılımda tutub chiqqan vaqtidami degan o'xshash gapi bor, bu qatımlıq o'xshash gapi bor. Bundan keyin dunyoda davlat qurishning asosli shakli nation state, ya'ni ulusal davlatlar qurildi degan bir shakldan shu signalni dunyoga berib keldi. Hozir mi qarasak o'zining ichki siyosatida Amerika birinchi o'rinda turdi degan shuar bilan chiqdi. Bundaqda sizga qo'ydigan savol, yasharish degan nima? Trumpning mush gapi bilan yasharish oxirlashdimi yoki bo'lmasa asosli Cumhuriyetçiler Partisi bu qatam huquqni egallaganki yasharishning surati aslashdimi yoki oxirlashdimi? Shuni qarta bir tushunish bergan bo'lsangiz. Rahmet sualınızga pek yaxşı sualdan başladınız. Aldı bilen biz yer şarlışış, yani dünyanın yer şarlışı degan narsani bir tushunishimiz lazım. Dünya şu Amerika'da bu Sovet İttifaqı'nın yıkılış devri kirgan 80'li yıllardan başlap Amerika'nın Sovet'e karşı özünün o'rninin Sovet'ten yuqurlığı muqarrarlashgandan keyin şu nimening davrida Reaganning davrida nim qilishga boshladi. Şu liberal iqtisodni liberallashtirish degan bir narsa boshlandi. Bu narsa keng tarqalishga boshladi va iqtisodning liberallashishi bilan tang dunyo yangi bir davrga tayyorlik qilgan bo'ldi va Sovet ittifoqidan keyin bu dunyoning rasmiy yer sharlishi boshlangan bo'ldi va bu iqtisod jihatda masalan qaysi malni eng azan ishlayalisa shu yer ishlash kerak. Bazı devletler bazı mallarını qimmat ishlasa u malni ishlab avara olishning hojati yo'q degan gap ham bu. Shuning bilan bu ishlab chiqaradigan narsalarni, mahsulotlarni har qaysi davlatlarga bunda outsource qilib chiqarib o'tishga boshladi, sirtda yasaydigan qilib. Buningdan Xitoy nihoyat cho'ng foyda oldi endi 90-yillarda bo'lib. Şunun bilan bu yer sharlishish nihoyat bir liberalchilarning, liberalizm eqimidikilarning nihoyat cho'ng bir g'albisi sifatida tabriklanib keldimiş o'tgan 40 yil va dunyoda endi bundan keyin globallashgan bir vaziyat bo'ladi va insonlar davlat chegaralari va ulusal kimliklar undan muhim bo'lmaydi. Hamma odam dunyoning fuqarosi bo'lib yashaydi degan bir orzu bilan mangan edi. Ama bununla tunji ketken çak, şu 2008 yılı maliye krizisi, Amerika'dan çıkan maliye krizisi bilen bir çak ketken olsa, ahirsi şu John Mearsheimer'ın, yani Amerika'da tədqiqatçı John Mearsheimer'ın nimi söyleyeceğinde 2017 yılı globallaşış, dünyanın yer şarlışı degan narsa bir to'xtab, yeni bir devir başlandı 2017 yıldan başlap şu Trump hakimiyet kelgandan başlap. Şuna endi bunu hozirgi deyotgan narsa, Trumpning chiqargan narsasi bexatarlik birinchi, burun tijorat erkinlik birinchi bo'lsa, bundan keyin davlatning xavfsizligi birinchi o'ringa o'tdi. Ya'ni bu erkinlik bilan xavfsizlik ta'tir tanasib tikildi. Bir yerda erkinlik chiq bo'lsa, bu yerda bexatarlik ozlab kutadi. Bir yerda bexatarlik shuncha qaytmansa, bu yerda erkinlik ozlab kutadi. Şuna biz o'tgan 40 yil dunyoning bexatarlikka ancha ko'ngil bo'lmagan, erkinlikni asos o'rin qo'ygan bir dunyoda yashagan bo'lsak, endi bundan keyin erkinlikka ancha ko'ngil bo'lmagan, balki bexatarlik yoki xavfsizlikka eg'irlik beradigan bir dunyoga kiramiz. Bu deganlik, xavfsizlik deganlik shu ulusning xavfsizligi va dunyoning yer sharlashgan, globallashgan 40 yillik uyqudan uyg'onib yana burun asliga qaytdi, yani ulusal devletlerinin ulusal kimligi ve ulusal xavfsizligi yanılı muhim ve heminin aldı turduğu degan bir dunyoga kirdi. Şuna sizin sualınızga cevabım 40 yıllık dünyanın globallaş uykusu bu yerde bir ahırlaşkan bulup hem de ulusal kimlik, ulusal bexatarlik, ulusal menfaat degan realist dunyoga qaytib keldik deyishki bo'ladi. Cavabınızda rahmet. Unda olsa bir yerde hazır siz soğudu doğruluk eğizleşken bulduğunuz asaslığı soğuduğunun qanday şekilde elip verişi, ulusal bir xattarlikniki qanday şekilde elip verişi, bununki dünya tertiliğe ve yaşarış bulandı bulandığı iniq təsir gösterdiniz. Unda olsa hazır qayıqbalının görüvatımız Trump devletlerine, dünyada taraf, yani özün burun ittifaqdaşlarına
kirgan mollarga bajni yuquritish to'g'riliq bir bevosita buyruq tushirgan bo'ldi, ham ijro qilgan bo'ldi. Qarshi tarafmi dal Amerikaning mollari kirsa, shu shaklda taksini yana kirgan mollarga bajni ko'targan to'g'riliq qaytarib hujumga o'tgan bo'ldi. Unda bo'lsa sizga berilgan savol, liberal kapitalizmning o'ltishi bo'lgan erkin tijorat davri tugab, savdo ishlari boshlandi desak bo'ladimi? Ya bo'ldi. Ya'ni bu Amerikaliklarning avay deganimdek şu liberal kapitalist qarash tiki hozir sizning savolingizdan chiqdi bu gap. Azan mallarni kim azan ishlayalisa, shuya yozish kerak degan narsa bu dunyoni bugunga kelgandi. Ya'ni tijoratning erkin tijorat, ochiq bozor degandek so'zlarni anglaydik burun. Free trade, open market degandek gaplardi. Ve bunun da hazır Xitay, Amerika'nın 30-40 yıl dünyanı soğurgan özünün nimisi de planı da Xitay Amerika'nı məğlub qalan buldu. Yani Amerika'nın məqsidi əzən işləydiğən, Xitay əzən işləydiğən əxlət nəslərini Xitayda işiltib, özü yuqarı teknologiyalik nəslərini yasab, Xitayga bunda kündülük turmuş kerakli Walmart satıdığan nəslərini Xitayga işiltib, özleri olsa yukarı teknolojik neslerini tutmakçı idi. Ama Xitay bu Walmart'a gerekli olan tüven teknik getirdiğin, tüven teknolojiye getirdiğin mahsulatlarını işlep çıkargandan sırt bir devirde otural seviyedeki da kuraştırış mesela BMW o bu diyen maşinlarını kuraştırışka ötken olsa hazır hem de yukarı teknolojik nesle ötüşkü başladı. Elektrolog maşina, CPU, chip, onun dikken hazır bunda Boeing'e karşı, Airbus'a karşı nimimu ayrıpılan yani uçuduğun bu yegime öttü. Şunun için Xitay'ninki teknolojiye cihetten kayıtıp gelişi bilen yani Xitay Amerika'ya yetişip gelişi bilen Amerikalıklar hem de burunkudek erkin baza, erkin nime deydiğen nersini taşlap soğuduruşu başladı yani bacı bilen. Şuna burun tamlarını yıktıp, işlerini içip, hemmeyle erkin soğudu kılımız diyen olsa hem de tamlarını kaytıdan kopurup, dervazları yukan kuluplarını besip, erkin ticaret devri tügüdü, soğuduruş devri başlandı desek bunu. Hazır bana galit duyulgan hem kıyımdaşlarımız var, başka galit duyulgan bir ek oldu. Biz hazır degende bulup mu Xitay ile Amerika soğuduruşu başlandı. Biz birimiz bunun başlanğına ait nurgun yıllar oldu. Mesela 5-6 yıl desek mi oldu? Pandemik yani jokunluk keseller tarqalğandan yaqı şu çağdan başlandı desek mi oldu? Ama nima üçün Trump Xitayga bo'lgan bajni yo'qlatmay, ularga bo'lgan savdo urushini kuchlantirmay, boshqa davlatlarga mu bajlarni kuchlantirdi, yuqorib qo'ydi. Mushtu bir tushunishmagan bo'lsin. Bunun sababi nima? Endi Amerika bir dünyanın bir süper gücü buluş süpütü bilen nurgun neslede köz yumulu, nurgun ticaretlerde hatta yalnız Xitay bilerlemez dünyadaki devletlerin sanatı ve devletlerin hemmisiga Amerika ticarette ziyan tatığılık hem de olmamış sonmadan karsa ama Amerika bir süper güç buluş süpütü bilen bunun ve köz yumattı yıllarına yağı gehmeyetti. Ama Trump gelgendikken bu adam biraz ticari oylaydığı adam bu başka. Nima üçün biz ziyan tatı birimiz mesela Kanada'ga yılda minus 50 neçe milyar yani bir yeri minus 100 neçe milyar Xitayga minus 375 milyar emniyeti ziyan tatmay bu soğudunu tamponlaştırışımız gerek deb kılıvatıdı ama bunun en çok sebebi Trump'ın ticari oyluqallığıda deb qarayman. Ya Trump stratejilik oylanmadı o yerda. Çünkü yani Trump'ın dediği eğer bütün hemmeden ticaret uruş kılımen dese o Amerika özü yalnız kalırdı. Ama Trump'ın dediği Xitay'ını yalnız kaldırmen dese soğuduruşunu Xitay bile içip Avrupa'daki ittifaktaşları bile onu kılmaslık gerek esli. Ama Trump hem yege tam uruş içip aldı hem de kanda buldu körümüz aldınız. Tamam, ondan sır onu koşup Trump'ınki şu hukukunu ötküzülüşünün bir hafta burun ötküzü alğandan keyin o mında bir gibi hemmemiz şuna təsir qilgan bo'ldi. Trump Kanada, Greenland, Panama kanalı ve Gazani Amerika ötküzü aldı degan. Ular aslında Amerika hakimiyeti astida qalamdi. Onun üstüne bu to'g'riliq siz mi oldingi kuni bir xabar chiqarib qo'yibsiz. Shuning bilan birlashtirib taklif qilib bergan bo'lsangiz. Buldu. Yani ben ötkendeki bir nimede analizdim dedim bu Trump'ınki strateji ve diplomatiyanı bilmesligideki sebep bu. Yani bilmesligiden bulvat kayış.
Yani hechqanday davlat bir g'erish tuprog'ini Amerikaga bermaydi. Bugungi dunyoda bir davlat yana birisiga ma'qul biz buni berdik degan bosh ministr yoki parlament u davlatda vatan xoini e'lon qilinadi. Shuning uchun Amerika ne Kanadani, ne Grenlandni, ne nimani G'azzani ololmaydi hech qaysisini. Bo'lib nima G'azzaning gapini yaxshi chiqardingiz. Bu Trump'ның planının beşidala sakatdı bunun gepiço. Mesela mandaqdaydı. Bunun qancha adam diqqat qildi bilmayman. Trump'ның planı şu yani proposal'sı şu teklifi. G'azzada Amerika askar evetmeydi G'azzaga deydi. Biz askar chiqarmaymiz deydi. Biz G'azzani qayta qurib chiqishga biz bir tiyin pul vermaymiz deydi. Yani İsrail'e Hamas'ni ve u yerdagi G'azzaning xalqini butun qo'g'lab chiqarib o'tadi va uni arablar qabul qiladi. Arab davlatlar ko'rsatdiki u xalqni. Andan keyin Isroilga pul chiqarib u yerga shaharlarni soladi. Andan keyin bu yer Amerikaning bo'ldi. Ya'ni bu bir İsa'nın gibidekli gapda yani. Mesela bir adamning ajdodining qolgan yo'g'on bir tuprog'i var. Onun men deyman bu zaminning mamining buvamdan qolgan degan adamni chiqarib o'tishlar qo'shni yerga. Anadagi mayaqdan yana bir qo'shniki bu yerga binolarni soldi. Andan keyin u yer mening bo'ldi. Bunun hamda u qo'shni ma'qul demdi, u yerdagi adam ma'qul demdi, u adamni yerini tortib ketkizib emas qabul qilgan yana bir qo'shni ma'qul demdi. Ya'ni Trump mening qarshim shu. Biraz speculation var bir adamdı benim karşımda. Yani İsrailiyani aldığımızda biraz taşlaş için ben G'azza için bir teklif sundum. Ama bir yerkeli qabul qilmadinglar, endi bilgininglarni qilinglar deb tashlab o'tish uchun shunday bir qamlashmagan bir teklifni sundum ekan deb o'ylayman. Ya Amerika askari u yerga kirmasa, u yerga nima ish Amerikaning bo'ldi ya. Bikalmika beramdi. Lekin bu yerdagi arablarni va Hamas bilan u yerdagi arab xalqini, Falastin xalqini İsrailga qo'g'lab o'tib oldida, lekin Amerikaning o'lka. U İsrailga zaten o Hamasni qo'g'lab o'tadigan, yo'qotadigan ishi o'zi yo'qotib bu vaqt o'zi yapolmamdi yani. Şu İsrailning jiniyatmigashga bağlıyadılar. Endi Amerika bizning oldu degandan hammadan Trump bu yerga askar chiqardigan o'xshaydi, Amerika askar kirdigan o'xshaydi desa, men chiqarib qo'ygan Al Jazeera'ning xabaridimi debdi. Men bu yerga askar chiqarishga qarshi ve mening teklifim faqat bir teklif, uni ular sunma qabul qilindi qilmandi o'zining ishi, ammo majburlamayman debdi yani. Yani o Kanada bilan Grenland bu G'azzami hammasi shundoq Trump chizig'i bir teklif, ammo u xalqaro qonunda, xalqaro sahnada, xalqaro siyosatda hech qanday qimmat yo'q gaplar bilan ayamiz. Teknologik rahmat. Hammamizning umidi Trump chiqqandan keyin darhol Xitoyga bo'lgan iqtisodiy urushni kuchaytirib, Xitoyga bo'lgan qarshilikni kuchaytirgan degan umid tutdik. Chunki Xitoyga bo'lgan qarshilik bizning manfaatimizga, ya'ni Sharq Turkistonliklarning manfaatiga emas, butun dunyoning tinchligining manfaatiga, taraqqiyotiga ham Amerikaning taraqqiyotiga cho'ng bir foyda manfaat yetib keladi-da. Ammo hozirgi ahvoldan Trump butunlay u shaklda mangmadi. Keyingi kunlar qanday bo'ldi biz buni uqmaymiz. Hamda Trumpning qanday shaklda mengishi bo'lgandan keyin dunyoninki yangi tartibiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Buni burun analizchilar Trump chiqishdan burun degan. Bu qatorliq Amerika saylami dunyoning ko'p qutblashishi yoki ko'p taraflashishiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi degan. Unda bo'lsa, bugun biz qo'ygan yangi dunyo tayyorligi degan temadagi yana bir savol sizga tushdi. Yangi dunyo tayyorligi deb mavzu qo'ydik. Unda yangi dunyo qanday dunyo? Ko'p qutbli dunyoning taraflari qaysilar? Qilayotgan tayyorliklar qaysilar? Buningga Amerika qanday ta'sir ko'rsatdi? Mana yaxshi savol sordingiz. Ya'ni hozir deganimizdek, Trumpning hozir qilayotgan narsalarning hammasi Amerikaning ko'p qutublashgan bir dunyoni qabul qilib bo'lganligining isboti bu. Amerika ben birinchi birdan bir qutb bo'lma degan iddaosidan yeni bo'lganligini tushunamiz. Ya'ni bundan keyin yeni bir ko'p qutbli dunyo shakllanadi. Burunqidek Amerikaning degan bo'lmaydi. Biz bunu itiraf qildik tamam. Ama yeni dünya, yeni ko'p qutbli dünya bizning shakllantirgan, biz yo'l qo'ygan shaklda shakllansa bo'ldi deb bir narsa chiqarmoqchi o'tirgan. Amerikalik dunyoning birdan bir kuchi degan yerdan tushishini o'zi itiraf qildi. Hozir Trumpning qilayotganiga qaraganda. Ve ama bundan keyingi ko'p qutublashgan dunyoda
Xitayning yoki yana birisining qo'ygan taklifi bilan dunyo shularning sizig'ini uchun bo'linmasdan bizning sizig'inimiz uchun bo'linsin, baribir bo'lindigan shusa deb o'zi bir narsa qo'yishga tirishayotganligini ko'ramiz. Endi bu yerda Yevropa deganda Trump bilan Yevropaninki bir asosiy o'xshamaydigan, ikkisining fikr ixtilofi chiqadigan masala Rossiya. Rossiya Amerikaga tahdid emas. Rossiyaning Amerika bilan daslashib, Amerika bilan nima qilgan hech nimasi yo'q. Texnologiya jihatda Amerika kuchlik, iqtisod jihatda Amerika nechasi kuchlik, harbiy jihatda hozir Rossiyaning harbiyini ko'rdik Ukrainada, o tugidi. Onundan keyin nima nopos, yoshlashish, qerish Rossiyaning masalasi, noposning cho'kishi. Amerika degan har yili necha million ko'chman elib noposini yosh tuta oladigan davlat. Rossiya unda davlat emas. Rossiyaning birli narsasi qoldi hozir, yana iqtisodimi yo'q, harbiy kuchimi yo'q, noposimi yo'q oldimizdagi 20-30 yildagi raqobatda. Birli narsa var, boyliqlar var. Shuning uchun Rossiya Amerika uchun tahdid emas. Hech nimada baslasholmaydi hozirgi Rossiya. Hatto men buningda necha yillar burunlam da'vatim, men Rossiyani kelgusidagi nimada oldimizdagi shu o'zgarishlarda bir cho'ng o'yin qurg'uvchi, o'yin o'ynag'uvchi davlat bo'lmaydi deb qarayman deb kelyapman necha yillarning oyog'i. Chunki Rossiya bir jimjit cho'kish yashayapti. Rossiya cho'kyapti amaliyotda. Uni da men nopos jihatda vodkaning morali var. Bular acayip cho'ng bir cho'kishda hamma jihatdan. Shuning uchun kelgusida Rossiyaning ojizlashishi bilan Xitoy, Sibiriya rayoni, Rossiyaning Sharqdagi rayonlarga Xitoy ko'chmanlari kirib hozir u yerda ko'ktat terib Rossiyaning qo'ldan tortib olgan yer ketyapti. Shunga Rossiya va Amerika birlikda Xitoyga qarshi turishga majbur qoldi Rossiya keyin. Endi bu yerda Yevropa buningga unamaydi Amerikaga. Ya Rossiya bizga tahdid etdi. Rossiya bizga tahdid, shuni bizni qo'limiz olmaydi dedi. Ondan keyin bu yer munosabat yana bir nuqta, bu Trump Ukrainaning Zelenskiyni sen bir diktator saylan bilan saylanmadan saylan qilmadan. Anki bu Ukraina Rossiya urushini Zelenskiy sen boshlatding deb so'zladi. Buni nurg'un odamlar Trumpni aybladi. Amaliyotda Trump'ningki belgilik nimasi va asosi va bu gapda. Ya'ni Ukraina Rossiya urushi 2022-yilda boshlanmadi amaliyotda. Ukraina Rossiya urushi 2014-yili Barack Obama nimani Ukrainaning shu vaqtdagi prezidenti Yuvashenko deymizmi? Shuni Amerikaning harbiy siyosiy o'zgarish qilib Ukrainaning prezidentini tushirganda boshlangan bu ish. Ya'ni Ukrainaning demokratik saylangan prezidenti şu vaqtdagi Yuvashenko deymizmi? Bu adam Rossiya bilan yaqin turib NATOga jiroq turadigan odamdi. Amerika CIA'ning agentlari kirib Ukrainaga, hatto uning rasmiy siyosiy o'zgarish boshlashdan 1 yil burun Amerikaning diplomati Victoria Nulandning Estoniyaning tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan dialogi oshkorlanib ketgan. Ya'ni Yevropa nima qilsin, Ukrainaning taqdirini biz belgilaymiz deb Amerika o'zi bir qo'lliq Ukrainaning prezidentini tushirib, siyosiy o'zgarish qilib, hatto shunday kuchlik neo-nazi faşist gruplarni kuchlantirib, prezidentini tushirdi Ukrainaning ve Amerikaparast bir prezidentni tikladi. Bunun bilan Rossiya, ya'ni bu chiqqan prezident bu nimaga NATOga kiramiz deydigan bo'lg'ashqa, Rossiya bu Ukraina NATOga kirsa, bizning chegaramizdan yenida bir NATO askarlar kes biz bunu qabul qilmaymiz deb Qrimga besib kirdi 2014-yili. Andiki Zelenskiy degan shu Yuvashenkoni tushirib o'rnisi Poroshenkomi, nasmi Poroshenko bijimdi. Uning o'rniga Zelenskiy chiqdi. Ya'ni bu urushni boshlagan odam Obama amaliyotda 2014-yili. Rossiyaning Ukrainaga ishg'ol qilib kirib boshlangan urush emas bu. Bu Ukrainaning NATOga kirib, Rossiyaning chegarasiga Amerika ve başka NATO devletlerinin askerlerini tikimiz, şu çigara gayretimiz digeşke Rusya aldığın hareket kıldı yeri. Şu bunu Trump digini doğru. Ya Zelenskiy mi uruş oldu deb saylamını keçiktirdi, saylam kılmadı. Şuna hazır Trump'la davet kını bu işini başlatkanlar
Amerika perez adam çıkarımız deb haqning ishki ishlari qarlashib bir demokratik saylangan prezidentni o'riganmi Amerika. Şuna hazır Trump deydi, Ukrayna sen ziyan taslamı tatışanı kıl ama Rusya Xitayga karşı mana gerek degan şekilde çıkıvatır meydanda. Unda qilsa hozir sizning oldida bergan javoblaringiz hozir taklifingizga asoslanganda hozir butun puzzlelarni bir yerga kelsak Rossiya ojizladi. Amerika bilan Xitoy tahdidiga nisbatan Amerika bilan birlashishga amal yo'q, shekil kelib qolgan ahvolda undan keyin Trumpning ilgamizin bu bizning bir gumonimizning farazi dedingiz. İsrailning ahvolini qanday bir taraf qilish to'g'ri o'ylanib, oxiri bir ahmoqona gap bilan ularning yo'lini asosan o'zi avval qilgan yo'lni kesdi dedingiz. Unda bo'lsa bu chetdagi diqqat chechilishmi, İsrailiya Falastin masalasiga diqqat chechilishmi asosan pastga tushdi desak bo'ladi Amerika tarafdan. Endi keyingi qadamda Trumpniki Xitoyga tutgan siyosati qanday bo'ldi? Mush fazillarni biriga akagandan keyin o'ziga yeni odam to'plagandan keyin diqqat chechishlar tugagandan keyin Xitoyga tutgan pozitsiyasi qanday bo'ldi? Hozir Trumpning Xitoyga bergan so'zi, signali qaysalarda? Boshqa siyosatga Xitoyga bergan signallarni qanday tushunsak bo'ldi? Bu yerdimi bir yaxshi bir nuqtaga kirdingiz. Ya'ni Trump diqqat qilsak, nihoyat oldirash. Birinchi yilini menimcha hozir qilayotgan ishga qarasak, nihoyat oldirash shaklda Xitoyga markazlashishda burungi masalalarni majburiy hal qilman deb nihoyat kuchayotganligini ko'ryapmiz. Anki yana bir nuqta, Amerikaning ishchidimi solchi globalist kuchlar bilan ajoyib cho'ng urushyapti Trump hozir Amerikaning ichki siyosatidami. FBI'ga adam qo'yish olsun, boshqa yerlarga qo'yish olsun, bu shu globalist iqlimdan yoki burungi tilimiz o'chitganda American Deep State'ning derin davlatining adamlarini birdan shallab Amerikaning ichida bir cho'ng bir siyosiy urush qilyapti demdi. Shuning uchun hozir qarasak, mening qarashim shu 6 oydan 1 yilgacha mavjud masalalarning hal qilinmagani bir nima sunay taklif, o taklifni qabul qilmasa ishini qilishga bo'ldi deb ayağı merkezi şey degandek bir aldırashchilikda bir ish qilayotganini ko'ramiz. Ammo bu yerda Trumpning nimasiga o'ylig'indek chiqmay qilishi mumkin bo'lgan yana bir ish xalqaro munosabatlar biroz ostiman harakat qildi. Ya'ni Rossiya bugunla mamlakatini tashlab Xitoyga biz qarshi jura demaydi. Xitoy bilan hamkorlashishni yana ko'ngil bo'ldi Rossiyami. Ammo Xitoyning Rossiyaga tahdid bo'lishi oldimizgi 20 yilda bo'lgan ish uchun. Şunun için bu da asla nim qildi. Yani bular yo'g'on farqlar bu Amerika, Rossiya, Xitoy deganlar. Yo'g'on farqlar burilganda asla burildi. Katirdek Washington ketmaydi chu kichik davlatlardek. Shun bu asnayt asturdan Trumpmi Xitoyga qarshi turdi desak, u Trump yugurib chiqib Xitoy bilan mushatmaydi-da Xitoyga. U yana Xitoy bilan bo'lgan munosabatimi nayt asti burilish kerak. Bo'lmasa yanıla nurgun mallar, Walmart'ның bütün malları yanıla Xitayga bağlıq. Eğer Xitay bugün eminəsin kesivetse, en çok ziyan tartılgan devlet Amerika özü. Şuna bu Xitay bilan bo'lgan jiplarni, munosabatlarni birdan üzüş gerek, birdan kesish gerek. Şuna bu asta buldu. O jarayonda ba'zi bir masalalarda o'rtaq hamkorlasha olishi mumkin Xitoy bilan. Ammo umumiy ma'noda yo'lnish va ikki cho'ng parxod ikki tarafga qarab asla ikki tarafga qarab bir-biridan üzüladigan narsani ko'ramiz endi oldimizda. Shuning uchun biz o'ylagan yerga kelmadi ish, lekin ba'zilar tasavvur qilib bek tez bo'lmasligi mumkin. Bu asla bo'lgan ishlar. Javobingiz rahmat. Hozir yana bir Amerikaning ichki siyosatida Trumpning qilayotgan bir ishlari bor. Bu shu non-profit organizationlarimiz foydalanib olmaydigan organlarniki pullarni kesish niyatidan boshladi va kimlardan niyalarni etish mumkin. Shundan qarta siz qanday ko'z qarashda? Nima uchun Trump shunday bir jiddiy vaqtda bunday qarorni chiqardi? Bu amaliyotda Amerikaning shu birinchi o'rinda turadigan imperial hegemoniyasining ojizlashishi. O uylamanglarki o USAID, NED, yani bir narsa degan yerlar boshqalar yordam beradigan saxovat organlari emas u. O bütün şu Amerikaning imperial nimasi uchun, ya'ni hegemonik o'rnini saqlash uchun har qaysi davlatlarda yumshoq kuch jihatdan Amerikaga qarshi odamlarni bostiradigan, Amerikani qo'llaydigan odamlarni ko'taradigan bir yumshoq kuch quroli bularning hammasi.
Shuning uchun mesela NED'nin demokratiya ilgiri sürümüz deb nurg'un davlatlar qilayotgan nurg'un ishlar bor. NED'nin hozirgacha demokratiyani ilgiri surdik deb bayatin deganimdek Washington'u o'rvatgandek nurg'un davlatlarda xalq saylagan rahbarlarning Amerika qarshi bo'lganligi uchunlar NED o'rvatgan davlat rahbarlari nurg'un dunyoda. Yani bu NED bilan USA degan narsalar o'sha Amerikaning nimasi uchun hukumatlarni o'rib, yangi hukumatlarni tiklaydigan bu maxfiy qurollar bular amaliyotda. Ne insan, nima inson haqlari demokratik ko'ryapmiz inson haqlarini qancha ko'ngil bildirganini. Shuning uchun bu narsalarning tilni kesishi shu Trumpning maydoni biz dunyoning imperialist emas, biz dunyoning saqchisi emas. Biz Amerikani o'ylashsak bo'ldi. O Guatemala'da, o Janubiy Amerikadagi bu kichik davlatlarda kim saylandı, kim saylanmaydı. Onu biz NED bilan kirib bu yerda hukumat o'rishning ajdi yo'q deb qaraganligida. Shuning uchun bu narsalar keyin chekinyapti. Balkim bizning Xitoylarning Amerikadagi radiosi buning ta'siriga uchrashi mumkin. Şu asosiy narsa shu. Ulusal menfaat birinchi o'rinda, Amerikaning ulusal menfaati ko'ngil bilimiz dunyoning u beshik kishiga bizning xayzaydigan pulimiz yo'q demakchi. Sizmi uzaq mazmunli Sharq Turkiston mustaqillik davosida davomli izlanib, to'xtamay kurash qilib keldingiz. Endi bizning o'zimning shaxsan o'zimniki tajribasiga asoslanganda Xitoylar emas, balki davlatlarning manfaatiga ishlaydigan kuchlarmi bizning Sharq Turkiston mustaqillik davosini zo'r ziyonlanib kelyapti. Bunun ichida NED pul berayotgan tashkilotlar bo'lib, o'zimiz bilgandek, agarda NEDda kela itilib ketsa, bunday tashkilotlarning puli kesilib ketgan holatda atalmış Sharq Turkiston qurgan tashkilot deylik. Undaqda bizning davoyimiz va bu bir pozitiv shaklda, optimistik bir ta'sir kelamdi yoki bo'lmasa davoyimiz bu chunga o'qish bilanmi? Mushaqarda bir tushundirish bergan bo'lsangiz. Menimcha ishkelisi bo'ldi. Oldi bilan yo'q tush bo'ldi degan narsa jiq medialarga chiqib so'zlaydigan Uyg'urlarni o'ltirib ketdi, bizga inson haqlari kerak deydigan ovozlar ozlab ketdi, yo'qolib ketdi. Bo'libmi bu maoshli kadrlar maoshsiz bunda pidoyisiga yeniden xərcləb qıldıysanız, itibərsiniz qılmaydı olar. Öyle vas qıldı olar. Ular maaş vermişsiniz, işlemeydi. Şunun üçün ular toxtusa, əlbəttə, ən az da, heç bulmağanda Uygurlarının Xitay bizni öldürdü deydiğən, gezib çıxıdığən avazı azlaydı. Bu ən üçün ziyan. Əndi paydalıq tərpinimi deyəndə bir organның yoki birilərinin monopol qılmağan nəsi çöksə, bu vaqtida asli Sharq Turkistonlikning ovozi chiqadigan bir yo'q ichiladi boshliq. Mesela Al Jazeera telefon qilgan bu NED'ning pul bergan tashkilotlarni topolmaganda ular cho'kkan bo'lsa, amal yo'q. Al Jazeera'mi Sharq Turkiston deydiganlarga telefon qiladi. Demak, bularning ovozi chiqishga boshlaydi maydonga. Endi shu cho'kishni to'ldiradigan bir narsa bormi? Bizda u narsa yo'q. Ondan sonra sizga qo'ygan yana bir savol, ilgam sizlar o'tib ketgandek, Trump biz boshqalarni ishga ishiga aralashmaymiz. Biz o'zimizning davlatning manfaatini birinchi o'rin qo'yamiz degan shakldami? Necha qatim bayonot bergan bo'ldim, o'sha Ukraina, Rossiya masalasida va boshqa masalalarda. Unda bo'lsa, Trumpning mushu xarakteri bo'yicha bizning zaten Sharq Turkistonliklarning davosini Uyg'ur davosi deb Xitoyning bir ishga aylantirib qo'ydik. Mushta ahvolasida Xitoy, masalan, Trump bizningki davoyimizni Sharq Turkiston mustaqillik davosini u bir mustaqillik zamin davosi deb ko'rmay, uni Xitoyning bir ishga deb ko'rib qolgan bo'lmam. Hamda mushu jihatda o'ylab, bizning Sharq Turkistonning mustaqillik davosiga ta'sir etib, Trumpning davrida bizning davoyimizning cho'kish ehtimoli bormi yoki bo'lmasa yana boshqa pozitiv bir ssenariyolar bormi? Trumpning davrida cho'kish ehtimoli bor bizning kurashdan. Chunki Trumpning o'ng so'li aniq emas, qayerda qo'pab nima deydigini aniq emas. Biz president proof bo'lishimiz kerakda. Aslida qaysi prezident chiqib qaysi yo'lga o'tsa, biz o'zimizni saqlab qala oladigan, kurashimizni davom qila oladigan shaklda bo'lishimiz kerak aslida. Lekin biz undaq emas. Bizda bir odam chiqib NED'ning pulini kesib olsa, zaten bu da'vo degan narsaning 70% tugaydi. Shuning uchun Trumpda umumiy ehtimollik bor, yo'q demayman. Uyg'urlarni chunki bundaqchi bir odamni siz bir rayonda oldi bilan ma'nosini yo'qotaylik.
hech qanday davlat inson haqlari, demokratiya degan narsaga qiziqmaydi qarindoshlar. Qiziqmaydi. Hamma so'zning manfaati qiziqadi. Bu Amerikaliklarning yoki g'arb dunyosi demokratiyani, erkinlikni, inson haqlarini qo'g'daydi degan gapga ishonadigan 3 yer qoldi hozir. Birinchisi Filippin, ikkinchisi Tayvan, uchinchisi bizning Osiyo Uyg'ur. Ya bu uchundan boshqa hech kim ishonmaydi hozir bu gapga. O narsalar tugdi o gaplar. Hech kim ishonmaydi. Shu bo'libmi hozirgi davrda hammasi kartasini ochiqli o'ynaydigan bo'ldi. Ayani mayli olmayman, yana men besib olmay, o haq, adolat, inson haqlari o ko'ta hozir buni bu davlatlar deyishmi xo'sh yoqmaydi. Ya'ni bu g'arb davlatlarining asli yuzi chiqdi maydonga uchun shu o'tgan Ukraina va Palestindagi urushlarda biz haqiqiy yuzini ko'rdik, ya'ni butun g'arbni. Bu amma burun yumshoq kuchning kayniga mumkin holatda inson haqlari, demokratiya, patat deydigan. Demokratiya degan gap bir yerdagi odamni xalq saylaydi degan gap. Misrdagi Muhammad Mursini xalq sayladi, uni o'rvatdi. Bu qanday demokratiya? Shu Ukrainaning 2014-yil xalq saylagan prezidentini sal o'rvatdan kelib, bu qanday demokratiya? Ya bu demokratiya, inson haqlari bu degan gaplar ularning manfaatiga tushsa, o demokratiya va inson haqlari. Ularning manfaatiga tushmasa axlat, hech kimning chatog'i yo'q ularning bunga. Ve bu narsa nəhayət uçuq aşkarlı meydana çıxdı hazır. G'arbning kartasini uçuq o'ynatdi hazır. Mesela Palestinliklarni qo'g'layotimiz. Bu etnik cleansing, bu etnik tozalash bularning deyotgan gapi. Bu bir urush jinoyati. Ammo uni bilan chatog'i yo'q, hozir uçuq aşkarlı davrdigan bo'ldi. Shuning uchun bizning masalamizga kelgan vaqtidami bu bulardig'ini beqinib qolgan tashkilotlar cho'ksa, bizda nəhayət cho'ng, ya'ni Uyg'urning ovozini chiqargan nəhayət cho'ng narsa cho'kish bo'ladi. Ammo Sharq Turkistonning haqiqiy kurashini qilayotgan bo'lsak, agar biz u bir davlatning puli berib beqiyotgan bu odamlarning cho'kishi cho'ng masala bo'lmasligi kerak. Ammo bizda unda haqiqiy mustaqillikda menayotgan bir kuch yo'q o'qishqa, shu narsa cho'ksa, nəhayət cho'ng yo'q tushildi. Bizde bunu ahirki cümlemde şunu dep qo'yay, bizning chet elda da'vo deb qilayotgan ishimizdan taxminan bu speculation bu yerda statistik qilib baxmadim, taxminan 60% qilayotgan ishimizdan 60% hech qanday foydasi yo'q, ziyini yo'q, vaqt sarf qilgan ishlar. Qilayotgan ishimizning, ya'ni shu umumiy Uyg'urlarning qilayotgan ishining 30% xoinlik, vatanga qilayotgan xoinlik. 10% haqiqiy foydasi va foydali ishlar. Shuning uchun agar bu INDning nimasi cho'ksa, 30% xoinlikning 20% cho'kadi. Ondan keyin vaqt sarf qilib qilayotgan 60% biyodi ishning yarmi cho'kadi. Chunki xoinlikning 10% bilan qolgan biyodi ishlar INDning qo'lida emas, Turkiyaning qo'lida u ishlar bo'lmayapti. Shuning uchun bizning qilayotgan ishimizning hozircha Uyg'urlar qilayotgan ishining 60% vaqt sarf qilish, 30% xoinlik, 10% vatanga foydali ishlar. Unda bo'lsa dunyodagi prezidentki xalqlar shu bir super kuchning yo'qolganligi hamda ko'p qutblashgan bir dunyoning shakllanayotganini oldi burun qabul qildi degan gap. Chunki bunday vaqtda hamma qoida tuzum va qimmat ko'z qarashlar yo'qolib, faqat foydalanib qoladi. Butun xalqlar e'tirof qilib bo'ldi, faqat bizning Sharq Turkistonliklar davaqatan bir qismlar yana ham Amerikan super power deb ko'rdi, ammo ularning demokratik ko'z qarashini hozir kuchga ega, shu bo'yicha harakat qilsak biz bir yo'riqchilikni deb qaraydi. Demakki, bizning davoyimizda siyosatni tushunmaslik, davrning o'zgarishi moslashamaslikmi bizning davoyimiz deb kelgan bir cho'ng ziyodaning birisi bo'ldi ekan. Ham siz degandek, xuddi siz necha yildan beri deb kelayotgan hamma tuxumni bir suratga solmaydi, hammamiz ayrim suratga solaylik, ammo Pardon, haqiqatan bir maslahat ish qiladi deganning hamda ziyon pozitsiyani chiqarganda qilib turdi. Undan bo'lib ketmas. Bir bizning Sharq Turkistonliklarning bir siyosiy gavdasi chiqsa, yana ba'zan kuchlar o'z oldiga bir ish qilib bizning davoyimiz cho'kmaydigan holatga ketishini hammamiz umid qilamiz. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hamda yana bir savolim, yana qaytib kelsak yana Xitoy. Xitoyning bu dunyoninki hozirgi tartibiga qutblashib tayyorligi bormi? Xitoy patati yiqilish mumkinmi? Biz Sharq Turkistonliklarning qisqilgan eng chong temasi mushning qarta bir o'zingiz analizini deb bakkan bo'lsangiz. Xitoy o'tgan
Şu en kichikti desekmi 90 yıldan tartib, bo'lmasa 80 yıllardan tartib, muşunuğa tayyorlik qilyotdim. Xitoyning birdan-bir tayyorligi Amerikaga qarshi qandaq Amerikani yengimiz. O Xitoyning kallasida boshqa narsa yo'q. O'tgan 30-40 yilni yani. Şu askeri jihatga tayyorligi şu, nemisi şu, yana Xitoyning hozir tayyorlik qilayotgan askeri tayyorligida Xitoyning armiyasi mesela Saudi Arabistan bunu uğraşamaydı. Ve aeroplanlarını evetenmeydi mesela Saudi'de. Ama Xitay'ın tayarlık vatkan şeklindeki bu armiyası Amerikalı uğraşalaydı denizde. Ulanın bütün tayarlığı iktisadi cihetten, teknolojiye cihetten hemmisi şu Amerika'nın bunun gelgisi çıkıyorduk bunu yep durup yoğunluğan bula. Ama hazır kandak kılıp Amerika'nı yine de ötep gitimiz, hatta Amerika'nı acizlaştırımız diyen nersini uçuk aşkarı koydu. Bu Irak'tan Şalpan'dan gibiden tatip bağ böyle ıslahatını içivetken vakti da bulanın ıslahat elip bir şişkini içivetken de deydemez mi? Şu ahırkı günke geçe emeli gücümüzü yoşuruşumuz gerekti. Bulanın bütün zihniyeti, bütün eminesi bugünkü gün için tayarlık gelgen. Ve bulanın məxsus aviyamatga atılgan raketalarını güçlendirip tətbiq edip yasap çıkışı, deniz armiyasının tərəqqi qıldırılışı degan narsalarni hammasiga qarasak, bular iqtisodiy jihatdanmi, siyosiy jihatdanmi, texnologiya jihatdanmi, harbiy jihatdanmi bir Amerikaga tayyorlik qilgan bular. Amerikani qanday yengimizga. Ve hozir nihoyatda qalbilik bo'ldi. Bu Amerikaliklar uzun uxlab ketdi. Trump 2016 yil chiqmagan bo'lsa, yana bir 10 yil uxlagan bo'lsa Amerika o Xitoyni to'siy olmaydi. Xitoy o'tib ketadi oldi. Hozir hamda Amerikaning Xitoyni to'siy olishi mening nazarimda 50-50. To'siy oladi. Hamda abay siz degandek demokratiya şu Amerikaning nimasida tursak biz yengimiz deydi dediniz Uyg'urlarni. O shunday. Abay deganimdek g'arbda yashaydiganlar Amerika demokratiyasi biz demokratiya desak yengimiz deydi. Türkiye'de yashaydiganlar Erdo'g'an ümmet İslam desa biz ümmet İslam desak yengimiz deydi. Şu bilan bu yoqdagilar adamga ergishib o'zining ko'rishi yo'q o'tirida mushalda ketyapmiz. Va bu nayt cho'ng Xitoy tayyorlik qilgan narsaga Amerikalar uyg'onib ketdi. Amerika bir hozir kechikkan bo'lsa ham tayyorlikni boshladi bularni qaytadan. Ama Uyg'urda hech qanday tayyorlik yo'q. Sharq Turkistonlikda hech qanday tayyorlik yo'q. Bizlar tayyorliksizlar vaqtlar tutdimiz oldimizdagi ajoyib cho'ng vaziyatga. Hazır biz bu tor dünyası görüyoruz. Trump çıkandan keyin Xitoy Trump'a bir surprise verdi dedim. Bir so'radi bu DeepSpeak AI'sini o'tirib tashlash orqali Amerikaningki AI stock marketini expose qilayotgan bo'ldi. Biz bilamiz Nvidia, Microsoft, Tesla'larmış AI'ga yaqinib turib o'zining stock marketini saqlab kelayotgan. Endi bundan keyingi jami shu yuqori texnika bu AI o'tirsida bo'ladi Xitoy bilan Amerika o'tirsida. Mush to'g'ri sizning hozirroq analizingizni anglab bakkan bo'lsa, DeepSpeak Amerikaningki stock marketi qanday ta'sir qildi, buningki qanday ta'sir qildi? Ham mushu Xitoyning mushu AI ChatGPTga o'xshash yasab chiqqan mushu DeepSpeak texnologiyasida buningki texnologiyalik bir nimalar, masala ko'rishi mumkinmi? Çünkü tez surətdə yasab emasmı kopiya qilibdi ChatGPT'ni? Onunki hozir kopiya qilibdi dedingizda, Xitoyninki bilan Amerikaning OpenAI'ning narsalari butunlay o'xshamaydigan ikki narsa. Ya'ni OpenAI noldan boshlab train qilgan mashinalar, ya'ni o'yitilgan, yetishtirilgan mashina bu sun'iy aql. Nimaninki Xitoyninki bo'lsa shu ChatGPT'ning, ya'ni OpenAI'ning nimasida, mahsulotining natijasida, ya'ni ChatGPT'dan so'rab onundan çıkan neticeler bilen özünü train qilibdi, ular tayyorlabdi. Shu madashaqanda ChatGPT'ning bir kopiyasi da o. Hatta ba'zi odamlar sening qasan qaysi model deb so'rasa men ChatGPT deb javob beribdi ku Xitoyning AI'si. Yani anın kopyalab olg'ashqa. Endi bu nimada muhim deganda, qayeri muhim deganda u hergiz ChatGPT'dan ish ketanmaydi. Çünkü ChatGPT nimani ügünüp bununla ügesse bu onundan ilip ügünelaydı. Ama Xitoydagi ilgirlash nima deganda ChatGPT'dek yani OpenAI'ning bu modeldek bir sun'iy aqlni ular qancha yilda 100 milyon dollar pul xarjlab qancha yilda qilgan bo'lsa, bular nihoyat tez yetishibdi-da, endi bularning qilgan ishining cho'ng yeri shu.
Bo'lmasa bu chiqqan narsa, uningda raqobatchilik, uningda o'tib ketyapti, u boshqa masala. Undan keyin Elon Muskning nima ismini unutdim, to'g'ri ushmay, ularni o'zining modelini tunishdi deb bir gapni oldida. Shu u texnik ChatGPT'dan yuqori iqtidorda chiqqanligini da'vatidam demiş texnologiya sohasidagilar. Shuning uchun Xitoyningki AI nuqtasida ma'lum bizga sunilgan xalqi, ya'ni insonlarga civil xalqchil ishiltadigan narsalarda ChatGPT'ni kopyalavarini bilamiz hozir, tez ko'paytirvarini, uni ko'chirvarini. Ammo uningga raqobatchilik oldig'imda noldan boshlab chiqib deganda qayerda uni texnologiya sohasidagi analizchilar desa bo'ldi. Ammo mening nima qilganim diqqat tortishga tirishadiganim harbiy sohadagi AI nada. Bu civil degan bu bizga tashlab qo'ygan manbarni uzib tashlab eng oxiri qolgan uchini bunda atqanni bu xalqlar oladi-chu. Asli dasmi qozonga tushgani harbiy sohada. Shuning uchun harbiy sohadagi texnologiyada nima nada bu AI texnologiyasi nega kep bo'ldi? Xitoyning qayerda, Amerikaning qayerda buni bilishimiz kerak. Bunun bir mındaq misal vereyim. Şu F-35 ni yasayotganda 2 tane prototip batdı Amerikada, 2 tane nima yasagan, aeroplan yasagan. İkisidan Lockheed Martin'i yengib, F-35, nima F-22 ni. F-22 bo'ldi ya şu Lockheed Martin'dan modeli. Onunğa qarşısında Black Widow mu yani bir projekt batdı, ikisi bəslashgan. Şu vaqtida məğlub bo'lgan projektninki, yani bu F-22 bo'lanmagan, yani bir şirkatning milininki şu vaqtida ishlagan adimi mundaq deydi. 1985-yilga deyman. 1985-yil deb turib, xato bo'lishi mumkin yili, ammo 80-yillar. 85-yili deydi. Biz shu bir kurashchi aeroplanida, ichiga biz qo'ygan kompyuter IBM'ning shirkatidagi butun hamma kompyuterning kuchini qo'shsa, IBM'ning butun zavod shirkatlariga hammani qo'shsa, bizning bir aeroplanga qo'ygan kompyuterimizga teng kelmaydi deydi. Yani bu biz ko'rayotgan texnologiya, internet, AI, yani bu biz xalq ishiltiyotganimiz bu nimaning manparning quyrug'icha qattiq qopqab tashib etgani bizga tushdi. Asli dasmi harbiy sohada. Ular ama biz ishiltiyotgan narsadan 30 yil oldin ma'lum normalda. Shuning uchun AI va quantum computing ikki davlat sun'iy o'sha aql sohasida harbiyda nada mushuk sohada. Quantum computing bilan AI'da, sun'iy aql bilan quantum kompyuterda. Bunu bilmaymiz hozir. Qaysi oldida, qaysi keyinida. Asli raqobat AI'da. Bizni andishiga savatgan bir masala biz ko'rsatma yo'q. Çoğun devletler, imperial devletlerden rayonlar asasen uğraşlardan emas, taşqi güçten emas, belki işçiden satqınlarının çıkışı bilen yıkılgan bu tarixte oturda. Meni hem de ensletken oyun nesini mi degende siz degende. Şimdi Deep Speak'tek bir nesini taşlıqıca Amerika'nınki istihbaratı şu nesini bilmegen model. Çünkü Xitay tarafınınki nurgun nesini overlap ketdi. İstihbarat cihatta aldık çık ketkenlik bir şekil çıkmadı. Siz bunun qandaq bir analizini bera alaysiz bizga. Onu bilgen bo'lishim mumkin, bilmagan bo'lishim mumkin, ama bilgen bo'lsa uni to'sab nima qilinmaydi. Faqat u mesela istihbarat tashkilotlari boshqalarni to'xtatmaydi, astilta oladi tadqiqotini. Mesela İranning yadro tadqiqotini Isroilga bir virus bilan astillatdi, uni to'xtatib o'tmaydi, astilta oladi. Shunga o'zida Amerikaning istihbaratlari işte ko'ngil bo'lib ChatGPT'den sahtisi çıkıdı ki bunu biz astıltaydı deb astılta aldı mı ya astıltanmadı mı ya bildi mi bilmedi mi bilmeyim. Ama menimce onundan mühim temalar var. CIA'nın hazır qattiq ko'ngil bildigan bulup mu Şarkı Janubi Asiyadagi harbiy nimasida harbiy istihbarat bilan yalnız harbiy istihbaratlar emas, bunda sivil istihbaratmi, mayadagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar, shu diplomatlar jihatda o'g'irlanayotgan uchurlar degan Asiya qizib ketdi hozircha Sharqiy Janubiy Asiya. Unda bo'lsa, meniki eng oxirgi savolim, sizningcha Sharq Turkistonliklarning tayyorligi bitmadi, siz dedingiz. Unda bo'lsa bizning Sharq Turkiston mustaqillik davoyimiz hozir sizning ko'riningizda nada? Biz qanday tayyorgarlik qilishimiz kerakdi? Ammo biz hozir qaysi yerda shu to'g'ri bir javobingizni bersangiz vaqt munosabati bilan shundan bu programmamiz oxiriga chiqsin.
2017 yıl Xitayla lager aşka vaxtıda, lagerlar aşka vaxtıda biz bunu görüp nəhayət tez tayarlıq qilishimiz kerak deb chiqdik. Bunun içinde men var, siz mi var, yani nurg'ulg'an boshqa qarindoshlar var, yoshlar var, sevdoshlar var. Biz 2017 yıldan bu yılga 2025 yılgacha bir yıl chiqarib deyli 7 yılda biz ne deseniz biz aşı başlığa ye dedik. Bir g'erish aldığı ilgirlash bo'lmadi. Bir g'erish aldığı bir qadam besish bo'lmadi. Bir narsalarni tushuntirishga tirishdik. Tushuntirganligimiz qancha bo'ldi, tushuntirolmaganimiz qanchalik bo'ldi, ammo biz besishimiz kerak bo'lgan qadamlarni basammidik. Mening xiyolimda bir 2 ya 3 yil so'zlasak bir narsalarni qilsak, 2020dan boshlab biz rasmiy shu tayyorlik xizmati o'timiz deb o'ylagandim. Lekin bir tal ulus degan so'zni tushuntirishga 8 yil ketdi, 7 yil ketdi, xalqning yerimi tushunmadi o gapni. Şuna bunda bir joyda to'xtab bir qadam oldiga olmagan bir millat nima ish qila oladi men bilmayman. Aslida biz hozir bir ulusal tirilish harakatini boshlab, kurumsallashishni boshlab bo'lishimiz kerakdi, sistemlashishni tugatishimiz kerakdi. Undan keyin butun millatni shu xuddi talas to'rinimi biz 5 yil talas to'ri qilingandi. Bu ishlar bir narsa qilaylik deb qildiq, adam chiqmay oxirishimizga qoldi. Bunlar medialar nurg'un bo'lishi kerakdi. Har qaysi sohadagi odamlarni kelib so'zlatish kerakdi. Anki ulusal kimlikni, Sharq Turkistondan kimligini chiqarish kerakdi. Sharq Turkistonning haqiqiy tarixini chiqarish kerakdi. Hozir bizning tariximizmi yolg'on? Bu to'p odamlar biz tarixchilar bir bilan so'zlaydi, amniyat hamisi yolg'on. Uni o'zlari biladi ya tarixchilar. Onun kendinden bu şu nimo ideologiya sımdırış mesela bunu hem de devletey bunu burun ekranlarının kendini dep kelgandim. Bizdek bir milletke bugünkü zamandan kahraman çıkağılı bulmaydı. Bugünkü zamandan egişilik adam çıkağılı bulmaydı. Bizdek bir milletke bunday başsız 300 yıl 400 yıl jürüp ketken bir milletke işim çıkağılı bulmaydı. Bunda vaqtda nereden çıkarımız degende ötmüştün çıkarış gerek. Bir ideologiya yaratish kerak dedik. Bu ideologiyani qanday yaratamiz deb so'ragan bir odam bo'lmadi. Manda ideologiya yarata olamiz deb men uni degan professorlar, tadqiqotchilar unga qarta ya oq ya qora bu ish bo'ldi bo'lmaydi deb mo'rimidi qoldi. Bizdek bir millat amaliyotda o'tmishidagi bir odamni tirildirslar ideologiya tayyor bo'ldi. Ya'ni mentalitet. Bu gapni men ekranlarning keyinida yig'inlarimizda da'vat qilganimga 5 yil bo'ldi. Ya 6 yıl oldu. Yani mentali tevfikini tirildirişimiz gerekti. Onun ruhini, onun karışını, onun şiirlerini, hatta mentali tevikte muhacereti romanla izlep oluş gerekti. Mentali tevikini bugünkü uygulanan, bugünkü maslaştığın aldı çıkıp oluş gerekti. Onu mu kılmadık, işini kılmadık. Onun dikin bir grup tadqiqatçılarga ufkumlarını, siyaset ilmi, o bu diyen sahalarda mesela xalqaro munosabatlar nazariyasi deb kitob yozildi. Xalqaro munosabatlar nazariyasini tushuntirgan uyg'urcha hukm yo'q. Shu bilan uni yozgan odam inglizcha ishlatishga majbur qiladi uni ishlash uchun. Shuning uchun biz 7 yil so'zladik, bir narsalarni tushuntirishga tirishdik. Xalqqa uchuqyada so'zladik, yipxiyada doktor, professor diplomliqlarga so'zladik, bir narsani qilishga tirishdik. Ammo bir qadam etilmedi ulusni tirildirish uchun. Ulusunu şekillendirme, ruhunu tırıldırış için bir mi kadem etilmedi. Hazır ben bu yere gelip hazır kendim qarab oysam, sözlügen nersemde xalq tushundimi emas, sözlügen nersemde doktorlar tushundimi deb ichidim men chu. Yoki perdenin keyinler degan narsalarimiz mesela hukmlarni ratlab biranlar deb belginimizga 4-5 yil oldu, tebriktal söz yok. Shuning uchun bunda tayyorliksiz bir millet o aldığımızdaki şaraitte galiba kılanmaydı. Ama ben Allah'ın ulukluğu işinme, şu yine inşallah Allah büyük. Başka nersine hazır diyeyim yok. Ama bütünlüğü tayyorliksiz, acayip bir kan ketadigan, dünya kalayım kalışıdigan, acayip bir vahşiye ketiyatimiz. Şu Palestin'e qaranglar 2 milyon adamni qandaq qo'g'lab yurib bombardiman qildi. Bizning oldimizda ashunday bir qalamqanchilik chiqdi. Shuning uchun deydiganim shunchalik, ya'ni 6 yil, 7 yil qo'limizdan kelganini qilishga tirishdik, lekin hech qanday tayyorlik qilolmadik. Tayyorliksizlan berib suyimiz damg'a, mening qarshim shu. Cavabınıza rahmet, beklerinize rahmet diliyor. Vaqt münasebetiyle bugünkü programımız inşallah ulaştırsın.
Sizin deydiğin gaplarınız bolmasa, anda biz programma aklaştırmız. Programmamızga kelib qimmat vaqtingizni berib bizga shu suhbatga qatnashganligingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Men sizga rahmat aytaman. Allah'ım. Qadrli ko'rarmanlar, bizning Talas Story naq maydon taqdishimiz Alloh buyursa yana davomli bo'ladi. Bo'lsa ko'proq taqib qo'ygan bo'lsanglar, chunki hozir bizning shu Talas Story naq maydon taqdishimiz bo'lgan ko'z qarashlar, fikrlarni ko'p yaxshi tushyapti. Ammo lekin yana ham nurg'ulg'an yerlarga ovozimiz bormagan jiray, shuning uchun amal bor atrofimizdagi odamlarni shuni ko'rishga tashabbus qilsanglar. Bunday bo'lsa, bizning programmamiz nishada oyoqlasin. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikni emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olaylik. Ko'rishga omon bo'linglar.